Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun reabilitatsion pedagogika fanimizda reabilitatsion pedagogikaning tibbiy, ijtimoiy va psixologik asoslari mavzusini yoritib beramiz. Endi rejalarimiz bilan tanishib o'tsak. Birinchi reja: reabilitatsion pedagogikaning mohiyati. Ikkinchi reja: reabilitatsion pedagogikaning tibbiy asoslari. Uchinchi rejamiz esa reabilitatsion pedagogikaning ijtimoiy asoslari. To'rtinchi rejamiz reabilitatsion pedagogikaning psixologik asoslari. Beshinchi rejamiz reabilitatsion jarayonning pedagogik texnologiyalari. Endi har bir rejani yoritib chiqamiz. Reabilitatsion pedagogikaning mohiyati. Reabilitatsiya bu imkoniyati cheklangan bolalarda yo'qolgan yoki to'liq shakllanmagan funksiyalarni tiklash, kompensatsiya qilish va jamiyatga moslashtirish jarayonidir. Reabilitatsion pedagogika maxsus pedagogikaning bir yo'nalishi bo'lib, tibbiy, psixologik va ijtimoiy yordamni birlashtirgan holda ta'lim tanqislarini kamaytiradi. Reabilitatsion pedagogikaning asosiy vazifalari: rivojlanishdagi nuqsonni aniqlash va korreksiya qilish, kompensatsiya mexanizmlarini rivojlantirish, ijtimoiy moslashuv va mustaqil hayot ko'nikmalarini shakllantirish va oxirgisi ota-ona bilan hamkorlik qilishdir. Tibbiy diagnostika ikki turga bo'linadi. Birinchi turimizga pediatr, nevropatolog, psixiatr, otorinolaringolog, ortoped tekshiruvlari. Ikkinchi turga esa audiometriya, EKG, MRT, nutq apparati tekshiruvlari kiradi. Tibbiy reabilitatsiya yo'nalishlariga davo muolajalari, ya'ni dori terapiyasi, fizioterapiya, ya'ni elektroforez, LFK, ya'ni harakatni tiklash mashqlari, ortopedik yordam, ya'ni stollar, korset va protezlar yordamida reabilitatsiya ishlarini olib borish hisoblanadi. Sensor buzilishlar bilan ishlash asoslariga eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda erta protezlash, ko'rishida nuqsonli bolalarda esa maktabgacha o'qitish va maxsus texnika, nutq buzilishlarida esa logopedik davo. Mutaxassislar hamkorligi deganda bu reabilitatsion pedagog, shifokor, psixolog, logoped, ijtimoiy pedagog bir jamoada ishlashni tushunamiz. Ijtimoiy asoslariga ijtimoiy moslashuv, ya'ni bolani jamiyatda erkin yashashga o'rgatish, muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, o'z-o'ziga xizmatni o'rgatish, guruhda ishlash, jamoaviy ishlashni o'rgatish hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim. Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarni umumta'lim maktablariga jalb qilish, differensial yondashuv, individual dastur bilan o'qitish demakdir. Jamiyatdagi stereotiplar bu nogironlikni kasallik sifatida qabul qilish, diskriminatsiya, xabardorlik kampaniyalar orqali stereotiplarni kamaytirish hisoblanadi. Psixologik asoslar. Psixologik diagnostika, rivojlanish testlari, emotsional holatni baholash, intellektual va nutq testlari bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Psixologik korreksiya. Bunga esa art terapiya, musiqiy terapiya, o'yin terapiyasi, kognitiv behavioral texnikalar kiradi. Motivatsiyani shakllantirishga esa rag'batlantirish, kichik maqsadlardan boshlab yirik maqsadga erishish, qiziqish asosida o'qitish kiradi. Ijobiy men konsepsiyasini shakllantirishga esa
o'ziga ishonchni oshirish, muvaffaqiyat vaziyatni yaratish va bolaga mos keluvchi vazifa berish. Pedagogik texnologiyalar. Pedagogik texnologiyalarga multidisplinar yondashuv barcha mutaxassislar reabilitatsiya jarayonini birgalikda olib boradi. Individual ta'lim dasturi bolaning real imkoniyatlariga asoslanadi. Qisqa muddatli va uzoq muddatli maqsadlarga belgilanadi. Haftalik monitoring. Ijtimoiy tibbiyot va reabilitatsiyaga esa ijtimoiy tibbiyot ijtimoiy muammolarni hal qilishda tibbiy bilim va usullarni qo'llaydi. Reabilitatsion pedagogika esa ijtimoiy tibbiyot asosida nogironlar va jismoniy cheklovlari bo'lgan shaxslar uchun ta'lim va reabilitatsiya jarayonlarini tashkil etadi. Bu jarayonlar ijtimoiy integratsiya va shaxsiy rivojlanishni maqsad qiladi. Ijtimoiy tibbiyotning ahamiyati. Ijtimoiy tibbiyot sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar o'rtasidagi bog'lanishni ta'minlaydi. Bu esa bemorlarni ijtimoiy muhitda qo'llab-quvvatlash va ularning hayot sifatini oshirish uchun muhimdir. Reabilitatsion pedagogika orqali bemorlarning ijtimoiy hayotga qaytishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatiladi. Reabilitatsion pedagogika ijtimoiy tibbiyot asosida shaxsning jismoniy va ruhiy holatini yaxshilashga qaratilgan. Bu soha nogironlik va boshqa cheklovlarga ega shaxslar uchun ta'lim va reabilitatsiya jarayonlarini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy tibbiyot shuningdek shaxsning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon shaxsni jamiyatda faol ishtirok etishiga tayyorlashga yordam beradi. Reabilitatsion pedagogika ijtimoiy tibbiyot bilan birga shaxsning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim va reabilitatsiya strategiyalarini ishlab chiqadi. Bu shaxsning o'z-o'zini anglashini va rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Pedagogik asoslar va ularning mohiyati. Pedagogik asoslar ta'lim jarayonini boshqarish va tashkil etish uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy bilimlarni o'z ichiga oladi. Ular o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olish, ta'lim metodlarini tanlash va o'qitish jarayonini samarali tashkil etish uchun muhimdir. Pedagogik asoslar shuningdek o'qituvchilarning professional rivojlanishiga yordam beradi va ta'lim muhitini yaxshilaydi. Pedagogik asoslarning asosiy elementlari. Pedagogik asoslar o'qitish jarayonida bir nechta muhim elementlarni o'z ichiga oladi, jumladan o'qitish metodlari, o'quv dasturlari va ta'lim strategiyalari. Bu elementlar o'quvchilarning qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda tanlanadi va muvaffaqiyatli ta'lim olishlariga yordam beradi. Pedagogik asoslar va reabilitatsiya. Reabilitatsion pedagogikada pedagogik asoslar o'quvchilarning ijtimoiy va psixologik ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etadi. Bu o'quvchilarning individual xususiyatlarini e'tiborga olishni talab qiladi. Pedagogik asoslar reabilitatsiya jarayonida o'qituvchilarga o'quvchilarning qiyinchiliklarini aniqlash va ularga moslashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqishga yordam beradi. Shuningdek, pedagogik asoslar reabilitatsiya jarayonida ijtimoiy integratsiya va o'z-o'zini anglashni rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa o'quvchilarning jamiyatga qaytishini osonlashtiradi. Reabilitatsion pedagogika va uning roli. Reabilitatsion pedagogika ijtimoiy va tibbiy jihatlarni hisobga olib, shaxsning rivojlanishi va jamiyatga integratsiyasini ta'minlaydi. Bu soha nogironlar va maxsus ehtiyojlari bo'lgan shaxslar uchun muhimdir. Chunki ularning ijtimoiy hayotga qo'shilishi va o'zini o'zi rivojlantirishiga yordam beradi. Reabilitatsion pedagogika shuningdek sog'liqni saqlash tizimlari bilan hamkorlikda ishlaydi. Reabilitatsion pedagogikaning ijtimoiy ta'siri. Reabilitatsion pedagogika ijtimoiy muhitda nogiron shaxslarning o'z o'rnini topishga yordam beradi. Bu ularning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi
va jamiyatda qabul qilinishlariga yordam beradi. Shuningdek, reabilitatsion pedagogika tibbiy yordam bilan birgalikda shaxslarning sog'lig'ini yaxshilashga yordam beradi. Bu ularning umumiy farovonligini oshiradi va hayot sifatini yaxshilaydi. Reabilitatsion pedagogika ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu soha nogiron shaxslarning huquqlarini himoya qilish va ularning ijtimoiy integratsiyasini kuchaytirishga yordam beradi. Reabilitatsion pedagogikaning asosiy tamoyillari individual yondashuv, shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Bu tamoyillar nogiron shaxslarning ehtiyojlarini qondirishda muhimdir. Har bir shaxsning imkoniyatlari va qobiliyatlari hisobga olinadi. Bu esa ularning o'ziga rivojlanishiga yordam beradi. Mavzumiz shu yergacha. Barcha rejalar bilan tanishib chiqdik. Mavzuyimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.